Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videomizda eng arzon narxlarda konteyner mahsulotlar narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, polliklar, listliklar, lagalar hammasidan bor ekan. Undan tashqari akalarimiz konteyner listlardan o'xirlarni ham tayyorlab berishadi ekan. Birinchi mana shu o'xirlar narxini yoritamiz va albatta videomiz davomida konteyner mahsulotlarni ham narxini yoritib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod kominterndan bo'lyapti. Sizlardan iltimos qo'llab-quvvatlab gruppalarga, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Masalan, uyda o'tirib turib, mana narxini bemalol ko'ryapsizlar. Zakaz bersalar, ekranda nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Hech qanaqa ortiqcha jipir-jipir, hali yolg'on gap gapirilmaydi, hammasi haqiqat, qadrdonlar. Xo'sh, qani biz bo'lmasa narx-navoni yoritib berishni boshladik. Bu yerda mol o'xir, qo'y o'xir, buzoq o'xirlarda asosan zakatovkasini tayyorlab berishar ekan. Zakatovkani olsalang, albatta, masalan, joyni kamroq egallaydi va albatta yo'l kira sizlarga arzon tushadi. Xohlasalar o'sha yonini, oyog'ini ham tayyorlab berishaveradi. Uyga borganda, masalan, ustaxonadan yig'ib olsalang bo'laveradi. Xo'sh, mana shu 2 metrlik o'xirimiz nechilik listdan chiqqan usta aka? 98 ga 2 metr bo'ladi. 98 lik listdan chiqqan ekan, 2 metrlik mol o'xirimiz shu turish qancha? 220 ming so'm. 220 ming so'mdan. Tushunarli. Bu yerda xohlasalang nostandartlarni ham tayyorlab berishaveradi ekan. Xo'sh, 260 lik buzoq o'xirmi bu usta aka? Qo'y o'xir bo'ladi. Qo'y o'xir ekan, 260 lik ekan. Nechilik listdan chiqqan? 68 ga 260 listdan chiqqan. 68 lik listdan chiqqan ekan, uzunligi 260, 180 ming so'm, usta aka. Xuddi shuna 2 metrligi 140 ming so'mdan, usta aka. Bunimiz esa buzoq o'xir adashmasam. Nechilik listdan chiqqan? 77 ga 2 metr listdan chiqqan. 2 metrlik narxi 170 ming so'm. 170 ming so'mdan. Bularimiz-chi? 110 ga 235 listdan chiqqan. Ya'ni 235 lik 110 ketyapti turgan listi narxi 265 ming so'm. 2 metrlik mol o'xirimiz qancha qilib berilyapti? 220 ming so'm dona. 220 ming so'mdan. Bu yog'i mana zakaz bersalar, akalarimiz chiroyli qilishib zakazlar tayyorlab berishaveradi. Endi ichkariga kiradigan bo'lsak, polimiz eng arzoni qanchadan boshlanadi? 1 kvadrat. 50 ming so'mdan. Qanchadan? 50 ming so'mdan boshlanadi. 50 ming so'mdan tortib, bunaqa eng zo'rlarichi? 110 ming so'm. 110 ming so'm. Buning ichida 100 minglik, 90 minglik, 80 minglik hammasidan bor, aka. Shlakarblot paddoni bormi? Zakazga chiqarib beriladi. Qanchadan chiqarib berasiz? 30 ming so'mdan chiqarib. 30 ming so'mdan ikkita oyog'ini ham qo'shib berasiz, ha? Ikkita oyog'ini ham qo'shib berishaveradi ekan. Xo'sh. 3 ga 1 listimiz, endi 3 ga 1 deyiladi, lekin 3.10 chiqadi, usta aka. 3 ga 1 listimiz qalinligi 4 mm. Buni endi asosan apalovkaga, katyolga, pechkaga, undan tashqari o'choqqa olishadi. Narxi qancha qilib berilyapti? 480 ming so'm. 480 ming so'm tozalangan, ha? Xolasa tozalamagani ham sotilaveradi, usta aka. Tozalanadi. Xo'sh, mana 1 metrlik lagalarimiz qancha qilib berilyapti, usta aka? Bular 22 ming so'm dona. 22 ming so'mdan qalinligi 4+ bo'ladi, 1 metrlik bo'ladi. Asosan bularni firma to'qigani kashakka ishlatishadi. 20 qancha dedingiz? 22 ming so'm. 22 ming so'mdan. Xo'sh, mana bularimiz esa bu yerda aralash quralash ekan. Mana bu 10 ga 15 stoykaligimiz yetaylik. 10 ga 15 qalinligi 4 mm, uzunligi 2.30 bo'lardi. Bularni asosan ustunlikka ishlatishadi, xoriga ishlatishadi, to'singa ishlatishadi. Narxi 240 ming so'm. 240 ming so'm tozalangani. Xo'sh. Yana nima? Mana bularimiz-chi? Xuddi shuni ochig'i bo'ladi, 180 ming so'm. 180 ming so'mdan ekan. Tushunarli. Qovurg'asi bor lagalarimiz. Bular narxi 90 ming so'm. 90 ming so'm, uzunligi 2.30, qovurg'asi bo'ladi, 90 ming so'm kami bor, usta aka. Kami bor. Xo'sh, mana bu standart lagalarimiz. Bular 80 ming so'm. 80 ming so'mdan. Bitta tomoni katta, bitta tomoni kichkinasi? 75 ming so'm. 75 ming so'mdan. Esh ruchkalar qanchadan berilyapti? 60 ming so'm uzun. Kattasi. Kichkinasi-chi? Kichkinasi 50 ming. 50 ming so'm. Eshbozlarning kattasi? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Kichkinasi-chi? 90 ming so'm. 90 ming so'mdan ekan. Xo'sh, bularda yetdik. Mana bu 93liklar qancha berilyapti? 25 ming so'm dona. 25 ming so'm 93liklar. 50 sentliklarchi? 50 sentliklar 15 ming so'm. 15 ming so'mdan kami bor, usta aka. Xo'sh, listlarimiz qancha berilyapti? Listlar 90 ming so'm. 1 kvadrat 90 ming so'm. Chanalarimizchi? Chanalar 500 ming so'm. 500 ming so'mdan chanalarimiz ekan. Xo'sh, butun eshiklar mana shu bitta tomoni qancha berilyapti? 600 ming so'm bo'ladi. 600 ming so'm ruchka puchkasi bilan, ha? Tushunarli. Mana bularimiz-chi? 12 ga 12 deyiladimi stoykaliklar? Qancha bular? Bular narxi 160 ming so'm. 160 ming so'm. Metallon qancha berilyapti? Metallom 3950. 3950. 50 so'm tushib qopti-da, 4000 so'mda. Tushunarli. Hunuklarchi? Hunuklar 110 ming so'm. 110 ming so'mdan ekan. Listlarning kvadratini aytdik, 6 ga 6 bormi? Ha, 6 ga 6. Oho, nar tomonda bosib tashlashdi. Qancha ular narxi?
Ular narxi 680 ming so'm. 680 ming so'm. Chanani qancha dedingiz? Chana 500 ming. 500 ming so'm. Значит, 520 dan yana 20 ming so'm orqaga qaytdi. 500 ming so'mdan beryapsizlar, usta aka. Aha. Berilyapti. Arqalishlarimizchi? Arqalislar 630 ming so'm. 630 ming so'm. Mana burchakliklar. Burchaklar 255 ming so'm. 200. Kimlar olishyapti buni? Buni asosan anaqachilar oladi. Uzum tokka olishadi, Uzum tokka. tortkani, tortmaga Aha. olishadi. Juda ham qalin, baquvvat bo'ladi. Butun konteynerlar ham sotasizlarmi? Sotamiz. Qancha 12 metrligi? 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollardan boshlanadi, holatiga qarab. 6 metrliklaricha. 800 dan boshlanadi. 800 dan boshlanadi. Tayyorlari bor ekan, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil. Farg'ona bo'yida Dehqonobod kommenteridan bo'lyapti. Ekranda nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa bizni kanaldan chiqqanlarga jip-jip bonus qilib berasiz, usta aka. Ha, bonus qilib O'tib beramiz. beradigan joyi bo'ladi. Aha. Gap yo'q. Bittadan like bosamiz, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.